Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Xudo xolasa mana Asakadagi basseynimizni devor ashufkalar ham tugab qoldi. Basseynimizga filtrlarimiz ham yetib keldi. Bu yog'imiz turetskiy sauna. Bu yoqlar gazon bo'ladi. Brendini yozamiz bu yerga nomini. Keyin uni ham qo'yamiz xudo xolasa. Qumsoq mazak ishlar qoldi bu yerda endi. Teplopollarni zinalarga to'qib, isitxon qilamiz. Saunadan chiqqandan keyin bu yoqda muzda suvda chelak turadi. Ipini tortsangiz sovuq suv tushadi. Saunadan chiqqandan keyin bu yoqqa 2 metrga 4 metrli monitor o'rnatdi. Jakuzining tepasiga. Bu yog'imiz finskiy sauna. Mana basseynimiz kengligi. Xudo xolasa hammasi yaxshi.